Muncha alashaqshaqqa o'sha qilaverasan. Ey gaday, to'yda maslahatim munchalik qiyin bo'ladi deb o'ylamadim. O'tir. Yo'q, shu fatality bo'ldimi deyman-da gaday. Qara, fatality bo'ldi. O'zimdan o'tgan o'zim bilib o'tiribman. Muncha alashaqshaqqa o'xshab qilaverasan. Nima bo'ldi hay? Ana Jo'rka Kazyoning tag'iga oqizmay, tomizmay hammasini aytib berdi to'g'ri. Ular men senga nima dedim o'sha payt, ha? Tog'amga aytaylik, hal qilamiz. Yo'q, nimaymish Jo'rka mujik tog'amga aytmaydi, o'zim hal qilaman. Nima bo'la, nima? Qayerga qarayapsan? Jim, sayfi ish. Hadla qara. Go'sht dedi kerak, qara. Nafas oda. Qida. Ana go'sht. Hech kim tandir yoqqani yo'q-ku. Uf. Tezay hidi kelyapti-ku. Menga qara, qo'l turib, qara. Hayli ikkita go'sht turibdi. Ey, boyagina kuchukday tayoq edingada yana nima boshlamoqsan? Menga qara, zapomni. Chumchuqdan qo'rqqan tarix ekmaydi. Tag'idan kuchukday tayoq yegan gaday o'lmaydi. Men ketdim ishga. Aka unday bo'lmaydi-ku. 1 yildan beri eshigingizda qatnayman. Bering-da aka. Aka aniq kunini ayting menga, tamom boshqa gap kerak emas. Har kun qatnayman men siz oldingizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? 1 yildan beri qatnayman eshigim tagiga. $1000 pul olgan, hali bermaydi. Nima qilayman? Nima? $1000? Ey rais bojon, endi meni aybim mahallani tinchligini saqlaganimmi? Mana ikkovi yoqma-yoqa bo'lib o'tirgan ekan. Bordim, hurmat yuzasidan assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima xizmat, nima yordam deganim bilaman. Mana qaraboya qasarlatib urib ketdi rais bojon. Gumora qasar uryapti. Xuddi kamasini bobo qilib o'shanga uryapti rais bojon. Mana jigarim mendan xavotir oldi. Juramga teginmayna deb yugurib kelganini bilaman. Ana shu qaramaysiz, juram nima qilishyapsan deb putni kardagidan bir tepdi. Mana qarang, MRT qildi. 0.5 grij orttirib o'tiribdi. Mana qarang, 0.5 grij orttirildi. Va yerda men uylanayotgan bolada rais bojon, bittaning tuyi bo'lsa xudolar oldiga assalomu alaykum. Ha, demaydi-ku rais bojon. Qarasangiz qarang. Yo, qayerga qarayapsiz rais bojon? Nima qilyapman? To'g'ri qilyapsiz. Buni to'g'ri o'sha. Ha, bunaqasi. Ana shu meni bosh miya chanoqlarimda chayqalishi bo'lyapti rais bojon. MRT qildi, doktorlar aytdi. Ko'p o'zingizni neyroqilmang dedi. Men miyangiz ketdi o'sha dedi. Taklat qilmayapti. Rais bojon, ishonasangiz, yuragimni ham ikkiga qildim. Ko'rsatdi. Berdi o'sha. Ekstanga olmadik. Mana qarang. 2 marta yuragimni ikkiga qildim. 3 xil natija chiqdi. Rais bojon, yigitlar o'yna kerak emas deb ketganini bilaman. Oyog'im aralash ketdi mana. Rais bojon, qarang, ikkita chashka yo'q hozir. Voy. Qanday yurib keldim bilmayman. Ayol o'ziga bo'ysunmayapti rais bojon. Yo rais bojon, gaplashsangiz gaplashing bu tovarlar bilan. O'zi qancha qarzi bor? Shu gideta 4-5 mingdan qarzi bor. Menga qara, protokolga yozishim kerak. Aniq ayt. Dangali, nech pul qarzi bor? Menga qara, hamdan to'ylagan nech pullar chiqadi? No, примерно 5-6. He, bo'ladi. 3 ming ham gaplashsang bo'ladi, ushtulik. Rais bor 5 ming. 5 ming? Ha? 5 ming uchun shunday uranlar. Yo'q, hal qilsangiz qiyin. Bo'lmasa yuqoriga chiqaman. Agar yuqorida hal bo'lmasa pastga tushaman. Shu yuqorida pastda yuraveraman ishim hal bo'lmaguncha. Menda hamma dokumentatsiya bor, zakljucheniyalar bor, doktorlar qolgan. Hal qilamiz.